Ma bachcha shoshilma. Yigit zakaz oldi mana qara. Men kaysam bilan berdi yigitga. Bugun ikkinchi zakazni so'mga qilishim. 2 ta video qo'y dedim, mana dedim. Zakaz oldim, mashinaga joylashtirdim. Mana shu uzoqqa borar ekanman, rosa uzoqqa borar ekanman. Parakasini bersin dedi, adresga qarab gazladim. Ikkinchi adres keldim, pul to'lamagan ekan, klientga aytdim, pulini to'la dedim. Qarashida klient pulini keyin to'ladi. Uchinchi adresga qarab keldim, uchinchi adresga bir paket bir apani qo'lga berdim. Apa pulini to'lab qo'ygan. Pulini to'lab qo'yganidan keyin haydadim. Uchinchi adresga qarab. Rosa yurdim. Bir qushog'lanishim o'tdim, bilmayman o'zim. Sizlarga bir qushog'lanishimni ko'rsatay dedim. Oxirgi adresga yetib keldim. Adresga yetib kelgandan keyin Amazon boss yigit 3 ta paket olganda, lobbisam 3 ta 4 ta paket ko'chopdim, bilmayman. Keyin bachani so'kib kelayotgandim, bechora qarasam oyog'i singan ekan. Nima bilan o'tirib bular ishlamasin? Klient kelibdi, klientga muomala qiladi harrama.